Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim voqealariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda Qirg'izistonda elektr energiyasining yangi tarifi kuchga kirdi. Endi qancha to'laymiz? Texnikalik jo'g'otu bo'lishi mumkin. Kommersiялык jo'g'otu degan bu dunyolik praktikada yo'q. Bu yil umum respublika testidan 110 balldan kam olgan abituriyentlar oliy o'quv yurtiga o'tmaydi. Bundan keyin abituriyentlar o'sha maktabda o'z oldincha jalpi respublikalik testga qat'iy tayyorlanish kerakda, boshqa yo'l yo'q. Umumiy maktab formasi sifatiga ko'ra turli bahoda sotilmoqda. Bu ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirmaydimi? Agar 1000 so'mning tegaragida bo'lsa, zapasmen olib berib kiygizsak bo'ladi. O'sh shahrida 2 qavatli uy avariya holatida. Bundan bunga bunday sürülüyotda. Attap qo'ygan yerlerimiz göçüp. Qirg'izistonda elektr energiyasining yangi tarifi kuchga kirdi. Unga ko'ra elektr energiyaga bo'lgan narx 7 tiyinga qimmatladi. Avgust oyidan boshlab iste'molchilar 700 kWh chayin ishlatilgan energiyaga 77 tiyindan, undan oshiq qo'llanganlarga 2 so'm 24 tiyindan baho qo'yildi. Narxning ko'tarilishiga sabab nima? Qirg'izistonda elektr energiyasiga bo'lgan tarif 1-avgustdan boshlab kuchga kirdi. Endi 700 kWh 77 tiyindan, undan oshiq qo'llanganlar 2 so'm 16 tiyindan to'lashadi. Xo'jalik abonentlari uchun 2 so'm 20 tiyin, ishlab chiqarish ishxonalariga esa 2 so'm 24 tiyindan to'lanadi. Tarifning negizgi o'zgarishining sababi bu to'xtovul suv saqlag'ichining suvning ko'lamining ozlig'iga байланыштуу жана ошондой эле электр энергияны сатып алуу басына тийиштүү болуп жатат. Күз-кыш өнөкөтүндө дагы эгерде электр энергияны Казакстандан сатып ала турган болсок, ал токтогул суу сактагычынын көлөмүнө да жараша болот. Эгерде электр энергия жетиштүү болсо, бул тариф кыш боюнча кала берет. А эгерде Казакстандан сатып ала турган болсок, өзгөрүшү мүмкүн. Oktyabr oyidan may oyigacha tog'li rayonlardagi iste'molchilar 1000 kWh oshgandan keyin 2 so'm 16 tiyindan to'lashadi. Bu ular uchun qish mavsumiga qarata imtiyoz bo'lib hisoblanadi. Lekin ayrim fuqarolar elektr energiyasiga bo'lgan narxning qimmatlashidan norozi. Ularning so'zlariga ko'ra, narxning qimmatlashi ijtimoiy tomondan to'g'ri kelmaydi. Suv, energiya o'zimizda barin bo'lib turgandan keyin tigi qilganlar bu jaqpaydi hech kimga. Sebebi bari o'zimizdan andan chetdan sotib olsak, жетпеген жерине жеткирип алсын, ошо кимге керек. Туура келип айткан менимче барлыгына финанс тарапты караса жакшы болот эле. Кымбаттаганда туура. Айласынан жагабыз, аган жаппайбыз. Жагышы жагабыз, дагынан эле ошол кризиске байланыштуу бүт барлык нерсени карайбыз да, эконом кылган аракет. Tahlilchilar aholiga tushunmovchilik bo'lmasligi uchun elektr energiyasining ishlab chiqarish narxini ochiq aytish kerakligini aytishmoqda. Sababi yangi tarif ishlab chiqilgan tarifdan qimmat bo'lishi mumkin. Iqtisodiy tahlilchi Erkin Abdurazaqovning so'zlariga ko'ra, hukumat yoki energetika ministrligi mazkur masala bo'yicha ma'lumot bergan emas. Bu esa energetika tizimida bir maromdagi siyosat yo'q ekanligini ko'rsatadi deydi. Elning ko'zomelini qo'yganda, bundan bag'i жоғотулар азаят, техникалық, коммерциялық деген. Мына техникалық жоғоту болушы мүмкін. Коммерциялық жоғоту деген бұл дүниелік практикада жоқ. Бұл өзіміздің чөнтөгүбүзгө иштейли, биз да кошумча нагрузка бололу деп эле отуруп алып атышат да. Мына ошондон кетмейин сайын. Баягы ортомчу кичинекей компанияларды таптакыр жоготуп, мамлекет өзү көзөмөл өзү баягы керектөөчөлөргө сатмайын сайын бул болбойт. Energetika ministrligining ma'lumotiga ko'ra, qish mavsumigacha to'xtovul suv omboriga tegishli miqdorda suv to'plash oson bo'lmaydi. Unga bog'liq Qirg'iziston joriy yilda Tojikistondan 500 million kWh elektr energiyasini 2,5 sentdan sotib oladi. Narxni qimmatlatish energetik yetishmovchilikdan chiqish yo'li qatori amalga oshirilmoqda. Lekin tahlilchilarning bildirishicha, narxni qimmatlatish bilan vaziyatdan chiqib bo'lmaydi. Сөз түрдө кестерге инвестиция тартмайын сайын тарифтин эсебинен эле жаңылайбыз деген бул болбогон сөз. Ортомчуларды жоготуп, анан ички резервтерди көбүрөөк пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана элге туура ачык адаан айтып, мындай саясий оюндарга катышып, заигрывать этпеш керек да. Бул өзү сөз түрдө революцияга же толкундоолорго, нааразычылыктарга алып келери бышык.
Elektr energiyasiga bo'lgan narx 1-apreldan boshlab 70 tiyindan 84 tiyinga qimmatlashi rejalashtirilgan. Keyin esa narxni qimmatlatish 1-iyunga, keyin esa avgust oyiga cho'zdirildi. Hukumat elektr energiyasi hamda issiqlikka bo'lgan narxni 20% ga qimmatlatish qarorini qabul qilgan. Lekin davlat rahbari Almazbek Atambayev mazkur qarorni qayta qarab chiqishni taklif qilib, ayni damda elektr energiyasiga bo'lgan narx 10% ga qimmatladi. Madina Ulug'bek qizi Azam Buzrikov, Intimaq. O'tgan haftada Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Ko'ktosh qishlog'ida 3-avgust kuni qo'shni o'lka fuqarolari bilan nizo chiqdi. Janjal kechasi yuz berib, ikki tomon bir-biriga tosh otishgan. Kelishmovchilik ertasiga ham davom etib, tushdan keyin o'q otildi. Bu vaqt orasida voqea joyiga yaqin yashagan qariyalar, ayollar, yosh bolalar boshqa qishloqlarga olib o'tildi. Ma'lumotga ko'ra, janjaldan qirg'izistonlik 7 fuqaro jarohat olgan. Tojikiston tomonidan ham jarohatlanganlar borligi bildirilgan. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Ko'ktosh qishlog'ida nizo 3-avgust kuni kechasi boshlangan. O'sha kecha har ikki tomon bir-birini toshbo'ronga olishsa, ertasi kuni tushda otishmaga aylangan. Nizo yer va suv masalasi bilan bog'liq. Ko'ktosh qishlog'ining yashovchilari avtomashina bilan mozorga ketayotganda May qishlog'ida yashagan aholi yo'lni to'sib olishgan. Norozi bo'lgan qirg'izistonliklar esa Tojikistonga ketgan suvni o'tkazmay qo'yishgan. Mana mozor to'lib o'tadimi? To'lishmayin biz eski mozor deb mana o'riklar turibdi o'sha. O'shaning ortchag'ida eski mozorimiz bor. Endi surog bitgan. O'shani жаңалайбыз deb bu yil yegin ekkanmiz-da, mak ekkanmiz. Biroq o'sha yoqqa o'tish uchun yo'l yo'q bizda. Mana yerdan yo'l berish kerak. Shu yo'l beramiz deb turib, bermay qo'yib, shuning orqasidan bo'ldi, yo'l to'sib betonlab pishadilar. Ana bular savol o'tamiz deb bu yoqqa o'tganda biziklar qo'yib o'tdilar. Shuning orqasidan to'planib Ko'ktosh qishlog'ining rahbari Raziya Usorovaning so'zlariga ko'ra, voqea bo'lgan kechasi, ya'ni 3-avgustda qishloqning 3 xonadonida to'y bo'layotgan edi. Yashovchilarning ko'p qismi to'ydaligida qo'shni o'lka fuqarolari tasodifan bostirib kirishgan. Ko'ktosh ayılda qisqasi el qolgani mesele. 3 yerda to'y uylanu to'y bo'lib, baldar zakiska chiqib ketgan, elder bit to'yga ketaverganlar. Bular 2-3 kun murda dayardangan. Baldarın taşıp, ayaldarın taşıp atganını ko'rib, men aytqamın kerekli yerlerge. Şunti baldarın taşıp atat, bular şunti baştaytile deb Qirg'izning yo'liga qazib turba qo'ymoqchi bo'libdir. Bizim uchastkovoy menen 4 ta сотрудник, anam bizim 4 ta patrulda жүрген balдар barıptır. Barsa olordu quvib, ali barata qalıptır. Olar anan eптеп birdeme qilib qaçıp ötüşüptür. Oşonun taşvaran baştalib ketdi. Voqeani birinchi kunida May hududida bir yashovchi uyga 50 ga yaqin tojik fuqarolari kirib, 30 ming so'm atrofida buyumlarini olib, ayolini urib chiqib ketishgan. Ustiga ustak tiko rusumidagi avtomashinasiga ham ziyon yetkazgan. Ayoli hozir kasalxonaga tushib, ahvoli qoniqarli. Ertasi kuni Ko'ktosh, Toshtumshuq, Mazayitning yeri hamda Ko'kterak qishlog'ining ba'zi yashovchilari, yosh bolalari hamda ayollari qo'shni qishloqlarga ko'chirilgan. Mana darvoza, mashinani qirag'lar. Uyda qirag'lar. Ne qilishim kerak men? Cho'nlar ko'rib ketsa mana. Uyning ichine tushgani men 30 yil yashagan bo'lsam, 30 yillik men etim ketdi-da. Ne deydilar, mana shuni menga terishtirib bersin. Mana to'lab bersin. Mana ko'rglar, mana ularni qara. Mana bir tonna berib qoldi, uni ham yo'q qildi. Mazkur nizoda Qirg'izistonning 4 fuqarosi jabrlanib kasalxonaga yetkazilgan. Ertasi kuni yana 3 fuqaro oq xalatlilardan yordam so'rab murojaat qilgan. Tojik tomonidan bir fuqaro yarador bo'ldi degan ma'lumotlar bor. Jarohat olgan Qirg'izistonning 5 fuqarosiga miyasi chayqaldi degan tashxis qo'yilgan. Bardıq ele urularning jarohatlari arturdu taşlardan algan jaralari var. Kecha kelgenden 2, bugünkü kelgenlerden 3. 5 urudu baş meyini çaqalgan degen bojomol diagnoz bilen жаткырганбыз. Бирок ошол диагнозду азыр tekshirib болуп жатат. Hozir hududda holat tinch, chegarada kuch tizimi xodimlari hamda mahalliy hukumat vakillari xalq orasida tushuntirish ishlarini olib bormoqda. 4-avgust kuni voqeani izga solish bo'yicha hukumat rahbari tegishli organlarga maxsus topshirmalar bergan. Chegaradagi voqealarni tekshirish uchun maxsus ishchi guruh tuzildi.
Hilola Azimova, Zairbek Umurzakoğlu, Azatbek Qurbonbekov, Intimaq, Batken oblasti. Qana bizni kuchargan. Kimga qasımdan qayg'arasini uyingga otib kim chiqdi? Bu yil Qirg'izistonda boshlang'ich sinfning o'quvchilari umumiy maktab formasiga o'tishadi. Hozir majburiy maktab formasi sifatiga ko'ra turli bahoda sotilmoqda. Narxi 1700 so'mdan 4000 so'mga qadar bo'lmoqda. Bilim berish ministrligi umumiy formani ijtimoiy tengsizlikni bartaraf qilish maqsadida kirgizgan edi. Kuzatuvchilarning fikricha, formaning turli sifatda bo'lishi va turli narxlarda sotilishi o'rtadagi tengsizlikni yo'q qilish o'rniga oshirib yuborishi mumkin. Maktab o'quvchilarining o'rtasida bilim tomondan emas, kiyim tomondan bir-biridan o'taman deyish kuchaygan. Shunga ko'ra, Bilim berish ministrligi tenglikni yo'lga qo'yish maqsadida umumiy formani kiyish tartibini amalga oshirdi. Bu yildan boshlab boshlang'ich sinfning o'quvchilari umumiy maktab formasini kiyishlari kerak. Жаңы окуу жылынан баштап биз башталгыч класстардын окуучуларын милдеттүү түрдө деп айтып жатабыз. Ал эми жогорку класстын окуучуларын буларды дагы мүмкүнчүлүгүнүн барынча жасап, акырындык менен толук ойдон мектеп формасын окуучулар өтөт деген ишеничте турабыз. Kiyilishi shart deyilgan formaga ba'zi ota-onalar qarshi bo'lishmoqda. Ularning biri 4 bolali Gulnara Qulqo'joyeva. Formani olgan bilan yana boshqa kiyimlarni ham sotib olishga to'g'ri keladimi deb ikkilanmoqda. Эми 1700 сомдук формада эле акчасына дал келбеген материал болуп атпайбы бул? Биз бир форманы алып берип коюп, 1 жыл бою эле жууп кийгизе албайбыз ал форманычы. Эми 2ден алып бериң десең, 3,5 миң пулду 1,5 миңге зорго таап чыккан, ону кайдан табышаттар? Эгер 1000 сомдун тегерегинде болсо, запас менен алып берип кийгизсек болот эле. Эми көпчүлүк ата-энелер каршы чыгып атышаттар. Эми айласы жок, балам бирөөнүн баласынан кем калбасын деген максат менен алып берип кийгизип атышаттар да эми. O'sh shahrida umumiy forma 3 ta sexda buyurtma bilangina tikilmoqda. Narxi sifatiga ko'ra aniqlangan. Tikuv sexning rahbari ba'zi ota-onalar qimmat gazlamadan buyurtma bersa, ba'zilari arzonlarini xohlashini aytadi. Bilim beri boshqarmalaridan bile. Ошолордун ичинен бир кызматкер деле кызыгып бизге келген жок. Кандай багда тигип атасыңар, кандай кездемеде тигип атасыңар, жаңы окуу жылында кандай форма кийишет, сапаты кандай болот деп бир дагы чиновник келип кызыгып ушуга чейин бир өзүн билгизген жок. Тигүү цехтери бул билим берүү тармагына баш ийбеген өз алдынча тармак. Биз аларга буйртма берүүчү боло алабыз. Ата-энелер, мугалимдер жана билим берүү башкармалыгы биз бир багыттагы адамдарбыз, үчөөбүз. Үчөөбүздүн максатыбыз тең балдарыбызды мектеп формасына өткөрүү. Мектеп формасына өткөрүүдө буйртма берер алдында биз каалаган форманы тандашыбыз керек. Болбосо 3000 сомдон алып атса, алар 4000 сомдон кылгысы келет. Себеби алар сатуучулар. Musobaqada tanlab olingan umumiy forma 1700 so'mdan 2100 so'mgacha baholanadi. Ba'zi maktablar mazkur formalarni tiktirishmoqda. Buning sifati o'zgacha bo'lib, ushbu joyida har bir maktabning o'z logotipi joylashtiriladi. Narxi 3000 so'm. Umumiy formani kiyilishi shart degan bilan tengsizlik bartaraf bo'ladimi degan savol paydo bo'ladi. Ba'zi tahlilchilar umumiy formani narxini birday qilmasa, ko'zlangan maqsad amalga oshmaydi deyishadi. Мынау кездеменин түрүн тандаш керек. Ушул фасон менен мынау баадан ашпай тургандай деп мамлекет өзү конкурска берет, закупканы тендер аркылуу өткөрүп койсо бул маселе чечилет. Башка маселе бул коррупционный кызыкчылыктар дагы эле болсо, жок дегенде балдардын тамагын алып жеп бүттүк. Эми ушул мектеп формасына жөн койсо болот эле. Мен кыргыз бизнесмендерине, кыргыз чиновниктарына айтам, качан тоесуңар деген суроону мен бүгүн ушу экран аркылуу бергим келип атат да. Maktab o'quvchilarining umumiy formasi bo'yicha konkursning 9 ta final ishtirokchilarining eskizlari avval el ovoziga qo'yilgan. Ishtirokchilarga SMS bildiruv va internet saytlari orqali ovoz berilib, eng ko'p ovoz olgan forma tanlangan. Unga ko'ra umumiy maktab formasi oq, bo'z, to'q qizil ranglardan iborat bo'lib, galstuklariga milliy o'yma tushirilgan emblema qo'yilgan. Bahosi o'quvchilarga 1700 so'mdan 2100 so'mgacha. O'qituvchilar uchun esa 2,5 ming so'm deb aniqlangan edi. Ra'noy Nazarova, Adina Do'sonbetova, Edil Egenberdiulu, Intimaq. Bilim berish ministrligining buyrug'i bo'yicha umumrespublika testidan 110 balldan kam olgan abituriyentlar oliy o'quv yurtiga o'tmaydi. Shu sababdan universitetda bilim olishni istaganlar kollejga topshirishga majbur bo'lmoqda. Ularning qatorida o'rta o'quv maskanlarini bitirib ham universitetga o'ta olmay sarson bo'lib yurganlar ham bor. O'tgan yili kirish balli 90 ballgacha bo'lgan edi. Bu yil esa ballni 110 dan tushirmasligini bildirildi. Bu esa o'quv yurtlarining sonini
maqsadida qilinmoqdami? Oliy bilim olishni xohlagan abituriyentlarning ko'pchiligi oliygohga kirish niyatiga yetmay qolishi mumkin. Universitetga kirishni xohlaganlar umumrespublika testidan 110 balldan kam bo'lmagan ball olishlari kerak. Kompyuter programmasiga topshirgan dedimda, universitetga ballim yetmaganlikdan o'sha topshira olmay qoldim. Mas kollejga topshirib qo'ydim. 3 ball yetmay qolganim uchun men o'sha universitetga o'ta olmay qoldim. So'ng kollejda keyin universitetga vishga topshirish kerak, shuning uchun universitetda o'qigan yaxshiroq. Hozirgi vaqtda kollejga topshirayotganlar kelajakda oliy o'quv yurtlariga topshirishni ko'zlashmoqda, lekin kollejda ta'lim olib, umum respublika testini topshirib oliygohlarga kira olishmayapti. Bilim berish ministrligining qarori bo'yicha kollejni tamomlaganlar ham respublika testini topshirishi kerak. Aniqroq aytganda, testdan belgilangan ballni olmaganlar universitetga qabul qilinmaydi. Al med kollejni bitganligim aniq spravno diplomim jo'g'orqi o'quv joyiga 2-kursdan o'qiganga dag'i жардам бере албай атат. Ортада берилген программалар мектепте берилген бизге. Ал мен мектепти бүткөнүмө 4 жыл болуп атат. Мен ошондуктан жакшы тапшыра албай калдым деп ойлойм. Өзүм досторум 2 балл, 3 баллын айынан деле өтпөй калгандар бар. Мен балам болсо алдыга койгон максатына жете албай, маанайы чөгүп, окуйм деген алдыга умтулган кызыгуусу өчүп, азыр үйдө жатат. Башка окууну айтсам жок, окубайм дейт. Андан башканы окууга айтсам барбайм дейт. Балам маанайын көтөрөйүн деп мен эми бош калбасын, ушу алек болсун, окусун деп барбаган эшигим, жүрбөгөн окуу жайым калбады. Tahlilchilar bunday vaziyat maktab o'quvchilarining bilimi yildan yilga pastlab ketayotganligidan dalolat ekanligini aytishmoqda. O'tgan yilda universitetga kirish uchun eng past ball 90 gacha tushirilgan. Bilim berish ministrligi joriy yilda 110 balldan yuqori bo'lganlarnigina o'qishga qabul qilish qarorini chiqargan. Tahlilchilar ballni belgilangan 110 dan tushirilmasa, oliy o'quv yurtlarining sonini kamaytirishga olib kelishni aytishadi. Ballardan o'ta nachar dengelde tayyorlanib kelib, o'zda mana testning jiyintig'i bilan o'ta төмөнкү ballarni olib qolgani deyishdi-da. Anan 50-60 buzun değiştirdiğine gereği yok. Biz sözsüz türde alardan sanın keskin kıskartkanda dile kanday alışımız gerek. Konkurentlik çöyreni tüzüş gerek. Anı için ne kılağız? Biz bolsa birbirine koşa oturganda şart tüzüş gerek. Budjet asosida o'qishga o'tish uchun asosiy balldan 110 ball, fanlar bo'yicha esa 60 balldan yuqori ball olish kerak. Shartnoma asosidagi o'qish uchun fanlar bo'yicha ball talab qilinmaydi. Abituriyentler dagın уже tushunib qolishdi-da, что жогорку окуу жайга келип, грант орундарга, башка орундарга тапшыруу үчүн ошол жалпы республика тесттин жыйынтыгын абдан жакшы даярданып, жакшы тапшырыш керек экен деген ой көпчүлүгүндө пайда болду. Бул былтырдан мурдатан эле пайда болуп келген. Быйыл дагы бир жолу тастыкталды деп ойлойм. Будан кийин абитуриенттер ошол мектепте өз алдынча жалпы республикалык тестке катуу даярданыш керек да, башка жол жок. Oliy o'quv yurtlariga umum respublika testining asosida qabul qilish 2004-yildan boshlangan. Eng past ball 110 ball deb belgilanganligi bilan talabalar soniga qarab pastlatiladi. Joriy yil sharti bo'yicha ball 110 balldan kam bo'lmasligi kerak. Madina Ulug'bek, Zaydina Do'stunbetova, Zahira Abdukarimov, Intimaq. O'sh shahrida 2 qavatli uy avariya holatida. Bu yerda yashagan 12 xo'jalik uyning qulab tushishidan xavotirlanib yashamoqda. Hozir devorlari nurab, shiftlari ajrab yotibdi. Yog'ochdan qurilgan mazkur uyning tomlari eskirib, yomg'irli kunlarda xonalarga suv oqadi. Yashovchilar boshqa boradigan yeri yo'q bo'lgani bois xavfli bo'lsa-da, shu yerda qolishga majbur bo'lishayotganini aytishmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Ay, ana tez jaman ana tushib ketdi. Ket, bas buni qachiqlaq. Sekin, turmuxan. O'sh shahridagi Chkalov ko'chasining 60-xonadonida istiqomat qiluvchi Toto Muzabayeva nabiralarini qulab tushish xavfi bor devorlarga yaqinlashtirmay har doim kuzatib turadi. Sababi devor qulab tushishidan xavotirda. Uning so'zlariga ko'ra, uyning har yerdan yoriqlar paydo bo'lgan. Yog'ochdan qurilgan uy vaqt o'tgan sayin shishib qulab tushish arafasida deb xavotirlanadi. Aman qo'ying, bola chaqadim. Kundan kunga bunday sürülüp atadi-da. Aktap qo'ygan yerlerimiz göçüp, anan qumdari göçüp, aktari göçüp atadi-da. Bunaqa cho'ng'ayib atadi, ichkari qarab. Buna ichkariga qarab, tishlari bo'sh qolib, ichine qarab qo'yib atadi-da.
Ikki qavatdan iborat xonadon 12 uyga mo'ljallanib 1960-yilda qurilgan. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, uylarning eskiligiga yetib yashash uchun xavfli. Bu vaqtgacha yoriqlar paydo bo'lib, devorlar ko'chib tushgan. Ta'mirlangandan keyin biroz vaqt o'tib yana eski holatga kelib qolishini aytgan aholi norozi bo'lmoqda. Ikkinchi etajdagilarning ustida patologlar ichini o'zi kichkina jasab qo'yganmiz. Biroq baribir vannalardan suv chiqib, nimalar dualdari chirib ketganda, ya'ni jig'ashdan bo'lgan uchunchi. Poldori chirib ketgan, ularda kichkina linoleum jab, duallar o'ngda olgan. Biroq patologlar o'ngda bo'lmaydi, o'ngda soxtali bo'lmaydi. Bағы келбейді, келбатады деген сөздерді айтпаймын. Себебі келбейді дағы ешкім жәрдем бере алмайды. Қайрылған менен толық шықпайды. Азыр популизм алдамай. Болып тұр дейді, ешкім қылбайды. Жоқ дегенде біздің қыршабызға жәрдем бербейді. Қыршадан су тамады. Подвалдардан су алады. Жашоочулар өздерінің алдына жараша ремонт қылышады. Атақ жоқ. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, mazkur uy avval davlat chegara xizmatiga tegishli bo'lgan, keyin esa xususiylashtirilgan. Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishganda, yog'ochdan qurilgan uyda 50 yil yashash mumkin. Bu esa belgilangan muddatdan 5 yil o'tib ketgan. Bundan beri 5 yil o'tdi bu uyda. Bu uyning negizi avvalgi tekshirish masalasi qaralgan. Негізінен үй ескілігі жеткен. Ескілігі жетіп өзінің тұрақтылығын уже жоғалта баштағанда. Өзінің құрылыс нормалары бар да өзінің тиешелі. Шулардың жетіп қызматын көрсеткен мезетте. Елікшілер бар. Ondan beri азыр 5 жылдан бері жашап келешет тұрғындар. Бұл жерде үйдің авариялық абалын шаардык атайын түзүлгөн комиссия тарабынан аныкталып туруп, авария абалда экени такталган болсо, андан кийин бул үй buzilib boshqa uy solishga urinishmoqda. Tag'ayev qo'shimcha qilganday, mazkur uyni favqulodda holatlar ministrligi va O'sh shahar meriyasi birgalikda ta'mirdan o'tkazadi. Meriya vakillari esa bu vaqtgacha uyning holatini o'rganib chiqib, yangi uy qurib beramiz deb va'da bergan. Lekin shahar rahbarlari yuqorida aytilgan so'zlarni inkor qilib, uyning vaziyati bo'yicha hech kim murojaat qilmaganligini bildirib, intervyu bermadi. Endi favqulodda holatlar ministrligi uyni ta'mirlash uchun sarflanuvchi xarajatni aniqlab chiqadi. Mablag' davlat g'aznasidan va mahalliy g'aznadan ajratiladi. Lekin murojaatnoma endi kelganligi sabab kelgusi yil rejasiga kiritildi. Madina Ulug'bek qizi, Nazgul Axuna, Munar Arzbeguli, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz hozircha shulardan iborat. Keyingi hafta nazar orqali yaxshi xabarlarga birgalikda nazar tashlaguncha omon bo'ling.